mana bunaqa chiroyli makiyaj qilasizlar-da. Keyin mana bunaqa kichkina husnbuzar chiqadi-da. Husnbuzar. Haqiqatan topdim bu. Chiqilib tushundinglar. Husnbuzar chiqib, butun rasmni buzib tashlaydi. Hech qisi yo'q qizlar. Men hozir sizlarga shu muammoni yechimini ko'rsatib beraman. Highlighter olamiz barmog'imizga va keyin mana shu yerga mana shuna qilib bostirib chiqamiz. Endi yaxshi ko'rgan konsilerimizni olamiz, keyin qo'limizga ozgina suramiz. Ahamiyat beringlar, mana shunaqa kichkina kistichka olamiz, keyin konsilerimizni kistichkaga surib olamiz. Va faqat undan keyin sekin shu husnbuzarimizni yopishni boshlaymiz. Endi ozgina vaqt beramiz qurishi uchun. Endi transparentni pudra olamiz va yaxshilab husnbuzar bosib chiqamiz. Ana, mana. Qani endi u? Qani menga aytinglar, qani endi u? Bu videoni saqlang va eng yaxshi ko'rgan o'rtog'ingizga yuboring. Keyin menga birgalikda rahmat aytasizlar.